Jizzax viloyatining Forish tumanida insonlar o'limi bilan bog'liq ayanchli avariya sodir bo'ldi. Kun.uz manbasiga ko'ra, avariya 4-aprel kuni tushdan so'ng Jizzax Bog'don Qizilcha yo'lida sodir bo'lgan. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida yashagan 27 yoshli haydovchi Nexia mashinasini boshqarib borayotib, quvib o'tish qoidasini buzgan. Oqibatda Nexia qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan Forish tumanida yashagan 35 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Cobalt bilan lopma-lop to'qnashgan. Har ikki mashina haydovchisi, shuningdek Nexia mashinasida yo'lovchi sifatida ketayotgan 54 yoshli Xitoy fuqarosi voqea joyida halok bo'lgan. Cobalt mashinasida yo'lovchi sifatida ketayotgan 2 kishi esa shifoxonada vafot etgan. Kun.uzning boshqa bir manbasi esa avariyada 7 kishi halok bo'lganini aytmoqda. Hodisa yuzasidan hozircha rasmiy axborot berilmadi.